Ibn Sino aytganidek, xotira inson ruhining o'tmishdagi izidir. Uni hurmat qilish kelajakni nur bilan to'ldiradi. Ko'rib turgan joyingiz Toshkent shahridagi Olmazor tumanida joylashgan Chig'atoy qabristoni. Ushbu qabriston o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixi va ma'naviy merosini saqlab kelayotgan muqaddas maskan. Bu yerda Xadicha Sulaymonova kabi shaxslarning xotirasi abadiy yashaydi. Ularning ishlari esa bugungi kunda biz yosh avlod uchun ibrat namunasi. Keling, ushbu muqaddas joy tarixini birgalikda o'rganamiz. Bu ziyoratgoh Toshkentning Olmazor tumani Forobiy ko'chasida joylashgan Chig'atoy qabristoni bo'ladi. Qabriston 1927-yilda tashkil topgan bo'lib, dastlab hududi 2,5 gektar, keyin 1978-yili kengaytirilib, hozirda salkam 10 gektarni tashkil etadi. Chig'atoy Toshkentning Ko'kcha, Minor kabi nufuzli va katta qabristonlaridan biri, lekin shular qatorida Chig'atoyning alohida o'rni bor. Sababi, bu yerga O'zbekistonning yaqin o'tmishida muhim o'rin tutgan musulmon va nomusulmon bo'lgan davlat, ilm, fan, san'at, fan arboblari dafn etilgan. Qabriston ikkiga bo'lingan. Shimoliy janub tomoni mahalliy aholi uchun, shimoliy g'arb tomoni esa arboblar uchun. Qabristonning arboblar qismi mahalliy xalq orasida kommunistlar qabristoni deyiladi. Chig'atoy qabristonining ikkinchi tarafida davr ruhini aks ettiruvchi qabrtoshga o'rnatilgan haykaltaroshlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda siz Xadicha Sulaymonova, G'afur G'ulom, Abdulla Oripov, Zulfiya, Hamid Olimjon, Oybek va boshqa ko'plab davlat arboblarini qabrtoshlarini ko'rasiz. Bu asarlar monument deyiladi, ya'ni eslash, xotirlash deganidir. Xullas, shunaqa gaplar. Xotira aziz, qadr muqaddas.